Assalomu alaykum to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Abdumid G'ocha Abdulla Qaraqash yozgan Zulmatlik tuproq romanini o'qib, oldin qismda Bassangun Pashshaxon bilan Yavuzbekning dala saylisiga chiqqanligi, bu yerga Malika Kunchijakning keldiganligini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Vah, vah, qirg'ina o'zanga. Odam bolasi bo'lsa senchilik bo'lar. Lojing'u sen, dedi chin ko'ngildan suyungan Pashshaxon Yavuzbekning do'lisiga mushtlab. Yavuzbek uchisidagi kiyimni silib etib, yangi kiyimni qandoq kiyganligini bilolmadi. Uning kallasini tugunmas, gadirmash xiyollar qoplab olgan edi. Shu tapda uning ko'ngli odam xolamaydi. Bo'lsa, uning bu so'rindan ayrilib, nihoyatda pinhon joyda birdam yolg'iz turg'usi bor edi. Pastki cho'ng yo'lda 1935-yili Amerikada ishlangan Mercury markali usti uchuq mashinasidan ikkisi nihoyatda asta sur'atda qator tizilib kelyotdi. Mashinalar o'rmonlikqa yaqinlashganda yo'l epsiz bo'lganlik sababli asta to'xtadi. Andin bir to'p qizlar kulki chaqchaq qilg'inicha mashinalardan tushdi. Pashshaxon qatorliq yigitlar ularni qarshi olg'ili pastga tushib, Malika Kunchijakka cho'nqur hurmat salimi qildi. Malika boshli qizlarmi kulki chaqchaqlarini to'xtatishib, Bassangonga bo'lgan hurmatini bildirishdi. Malika yuzi tuvallik bilan Pashshaxon qatorliq yigitlarga salom qaytirdi. Andin Pashshaxonga yenik bir qarab qo'yib, yenidagi yigitlarga sap silishdan uyaldi. Ham Yavuzbekning bu yerda borliqiga diqqat qilmadi. Yavuzbek shu tapda Malikaga qarashga jur'at qila olmay, cheksiz xijilchilik ichida yigitlarning keyniga o'tib olgan edi. Aradan güzellik hem latafatda Kunchijakdan qilishmaydigan Pashshaxonning kulgunchak nevri singlisi Aychechak sho'xlig'ini chiqarib so'z boshladi. Akajonim, qarg'ina, hori parilarning nazari bugun sizlarga tushibdi. Ularning hammasini boshlab keldim. Ularni qochirib qo'ymanglar yana. Qarg'ina, qo'ligul yigitlarimga, parizatlaring amdi o'z gulzorligini tashlab, bu o'rmonlikni makon tutmasa mayli edi-ku, dedi Pashshaxon bo'sh kelmay. Hammanglar qo'yninglarga birdan qaychi tiqilib, qanotimizni qirqib olmaydigansizlar? Yo'q, bo'yninglar qildi bog'laymiz-ku bugun. So'rin ahli bu chaqchaqdan kulishib ketishdi. Bugunki bu yig'ilishga daxil bo'lgan qiz-yigitlarning oldi vazir vuzralarning e'tiborli ko'z qarchuqlari bo'lsa, kayni yurtdagi katta bag amaldorlarning yurak paralari edi. Gerçi Yavuzbekning kelib chiqishi oddiy bo'lsa-mu, Pashshaxon uni barcha yigitlardan ustun ko'ratdi. Uning bugungi so'rinda nasab sababli qisilib qilishni qat'iy xolamaydi. Shuning uchun u Yavuzbekni o'zi bilan o'xshash kiyindirib, uning xandonlik ishida qanchalik muhim, qanchalik yuzi bor odamligini boshqalarga bildirib qo'ymoqchi bo'lgan edi. Uning ustiga u nevri singlisi Aychijakni mushundaq bir yigitga talaliq qilishni chun ko'nglidan orzu qiladi. Shuning uchun Pashshaxon mushu fursatda Yavuzbekni ularga tunishtirmoqchi bo'ldi. Hammanglar o'zaro tanishsizlar. Shundaqdimi sizlarga bir aziz mehmonni tunishtirib o'tay. U bo'lsa-mu xandonligimizning faxri. Alloh yo'lidagi jon-jigar qarindishim Yavuzbek, dedi Pashshaxon qizlarga Yavuzbekni ko'rsatib. Yigitlar darhol keyniga o'tib qolgan Yavuzbekka yo'l berib oraliqni ochdi. Uchuqchilikda qolgan Yavuzbek nima qilishni bilolmay, yuzlari qizarg'incha yerga kirib ketgudek bo'lib, Malika qatorli qizlarga salom qildi. Malika Kunchichak Yavuzbekning ismini anglab, shu an bishni ko'tarib uningga lopita qaradi. Yavuzbekmi udulla Kunchichakka qarab saldi. Bu qitimqi daqiqa ichidagi ko'zlarning uchirishishi o'tgan qitimqidimmi bek o'tliq bo'lib, bu qitimqi qarashda ikkaylarning ko'zidan bir-biriga bo'lgan g'oyibona oshiqlik va aytqusiz tanglik azobi monaman deb chiqib turadi. Qizlar Yavuzbekning buncha puzur, shuncha qamlashgan yigitiga qarab uni boshqa turki ellarning shahzodasimikin deb hayron qilishdi. Gapning qisqasi, mushu tapning o'zida ularning qo'liga piyoz bilan pichoq tutqizilgan bo'lsa, ularmi piyozni emas qo'lini to'g'rigan bo'ladi. Sorun o'rmonlikning ichkarisidagi suvlari chaqirab eqib turadigan bir eqinning hiniga o'rinlashtirildi. Dasturxonlar tortilib, butun iqlimning turlik nozu ne'matlari tizildi.
Orada sazendilere köylerini yangratdı. Kızıkçılar pat pat heyyarlık kırıp sorun ehlinin üççiğini üzgüde küldürdü. Yigitlerning ko'zi qizlarni izlaydi. Qizlarning ko'zi astirtin yigitlarga marilaydi. Malika Kunchechak qattiq erkak qiz bo'lsa-mu, o'zining islomiy axloqi va nupuzi uni bazmida yuzi tuvanlik bilan o'ltirishga da'vat qiladi. Poshshaxonning navri singisi Oychechak bo'lsa, har qitim noz xulqi bilan kulganda Yovuzbekka qarab qo'yadi. Lekin Yavuzbek o'zini shuncha e'tiborlab ezizlagan do'sti Poshshaxonga yuz kelolmagandek his qilib qizlar tarafga zodi qarayolmaydi. U garchi so'rinda o'ltirishdan bearam bo'lgan bo'lsa-mu, Poshshaxonning ko'nglida bu yerdan ketolmaydi. Shuning uchun u Poshshaxonning quliqiga o'zini tangshab kirdiganligini aytib, ko'ngil ichi so'rindan asta sug'urilib, quyuq o'rmonlikning tiximi ichkarisidagi iqinning beshiga qarab mangdi. U shu mang'inicha bazmidagi chalg'u ovozi quloqqa anglanmog'idek yerga berib to'xtagandan keyin harbiycha chapinini silib cho'ng bir qarg'ayning yon shexiga ildi. Andin harbiy o'tigini silib etib shildirlab eqiyotgan iqin bo'yidagi suv yuziga chiqib qolgan cho'ng bir quram toshqa chiqib putini suvga sangiltib o'ltirdi. Bijg'irim issiqdiki muzdek iqin suv Yavuzbekning put barmoqlari orqali o'tdek qizib ketgan yuragiga bir oz orom akeldi. U hozir hech nimani o'ylamasdan ko'zini yumg'inicha osmondagi parlayotgan quyoshga yuzini qildi. Uning ko'z oldi qip-qizil dunyoga aylandi. Har xil shakldagi rangarang nur dastalari ko'z oldida uyon-buyon uchishib yuradi. Hech nimadan g'amsiz sho'x yuradigan Malika hozirga kelganda eg'ir bisiq tixmu xijiljon bo'lib qolgan edi. Poshshaxon Malikidagi bu o'zgarishni o'zlariga yaqinlab qolgan to'y ishlaridan bo'lgan qo'rinish deb qaraydi. Shunga Poshshaxon Malikining ko'ziga burunqidek undaq kirishib olmadi. Malika yigitlar o'ltirgan tarafga ancha qarayolmag'achqa Yavuzbekning so'rindan chiqib ketganligini ko'rmagan edi. U chilinayotgan kuy oxirlashganda yinidagi Oychechak qatorliq bir qancha qizni ilib sirtqa mangdi. Peshin vaqti bo'lib qolg'achqa Poshshaxon ularni namoz tayyorligiga mangan bo'lsa kerak deb o'ylab qoldi. Malikimi qizlarni boshlab iqinning yuqorisiga qarab, ular paranglashqach mengayotganda Malikining ko'zi yiroq joydagi qarg'ay shixida esiqliq turgan harbiy chaponga tushdi. Hem qarabla uning Yavuzbekning chapini ishganligini ko'ngli tuydi. Malika ya oldiga, ya keyniga yenishini bilolmay tingirqab turganda, Yavuzbekning chiroyli simosi uning ko'z oldida turib elib, uni daraxt tuviga berishga majburladi. Malika yendiki qizlarga musha yerda o'zini kutib turishni jekilib, ittik qadam bilan chapon esilgan daraxt tuviga keldi. Yavuzbek quramtosh ustida o'ltirib nurg'un xiyollarga patdi. U ko'nilarning she'ridagi bir ko'rib oshiq beqaror bo'ldim degan misrasiga ancha ishonmaydi. Lekin bu qitim ish uning o'ylagandek bo'lmadi. Aksicha u Malikani bir ko'ribla uningga haqiqatan oshiq bo'lib qolgan edi. U har qitim Malika Kunchechakni o'ylaganda cheksiz she'rin xiyollarga patadi. Arqisidan do'sti Poshshaxonni o'ylasa, azobdan yuragi yum yig'laydi. Yavuzbekning puti chilangan muzdek iqin suv uning yuragini suvutolmadi. U atrofga bir qarab etgandan keyin yaqin atrofda hech bir odam yo'qligini bilib, oq ko'ngligi bilan harbiychi tambilini soldida, ularni quram toshning ustiga qo'yib o'zini eqiyotgan supsuzlik suvga atdi. Muzdek rahat suv Yavuzbekning quliqidan kirib tumur-tumurliga taridi. Andin oshiqlikdan kavob bo'lgan yuragiga oqdi. U suvga uzun sho'ng'idi. Yuragidagi qiziqlik pasaygandek bo'lib, yig'a tutib olgan ko'ngli bir oz aromiga tushdi. U iqin suvdan chiqmay turib g'usl tahorat oldi. Andin iqin bo'yidagi jangallikning ichiga kirib turib, kalta ishtini silib uni siqib suyini chiqarib etgandan keyin nihoyat tezda kiyib oldi. Andin harbiycha tambilini kiymoqchi bo'lib, quram toshning ustiga sakrab chiqdi. Kalta ishton texi nam holatida bo'lg'achqa, Yavuzbek uni bir oz shamollatib kiymoqchi bo'ldi. Oq kalta ishton ho'l vaqtida odam badaniga ching chaplashib turganlikdan yiroqdan qargan odamni beayni yalang'ochdek ko'rsatdi.
Мәликә Күнчечек дәл мушу вакытта чоң каргайның төбегә килеп калды. Уның көзе токтымай Явыз бәкне издәйтте. Чөнки Мәликәнең йөрәгидәге от Явыз бәкнеңкедән кәм эмас иде. U qara degandek bo'lib, Quram tashdagi odamga qarab edi. Badini buljun go'sht bilan to'lgan, mursi kang, beli inchika, kuch-quvvati urg'ib turgan bir erkak yerim yalang'och holda uningga kaynini qilib turadi. U ömrüdə tunji qidim zotining yalang'och holatini ko'rishi edi. Malikaning yuragi do'pildab, ko'zini ching yumib oldi. U Yevropadagi dаңлык universitetlarda o'qiyotgan cheg'ida dаңлык rassom haykaltarashlarning yalang'ochlik tasvirlangan har qanday asriga qarashni xolamaydi. Kuchlik diniy e'tiqodi sababli o'zini qattiq cheklaydi. U xijil bo'lgandan yig'lab salayli deb qoldi. Lekin u Yavuz Beyning butunlay yalang'och emasligini his qildi. Rostini aytganda, Malikaning uning yerim yalang'och badanini yana ko'rgisi bor edi. U ko'zini yerim ichib Yavuz Beyga yushirincha qarab oldi. Uning yuragi texmo düpüldep soqub ketib, ağzıga nem didari qalmadi. Bədini o't ilib ketgəndək bulub, başqaça bir xil hissiyatqa kilib qaldı. Yavuzbek tambilini kiyivatatdı. Məlikə bu işlərdən külüb ketdi. U avazının çıxıb ketməsi üçün ağzını iki qolu bilan tutub elib, daraxt tüyüdə ün çıxarmay onun kelişini kütüb turdu. Yavuzbek kiyimlerini kiyib bulub, çapının hiniga kelmey, yana qandaqdır bir xil xiyal bilan Quram taş üstüdə turiverdi. Malika uning kiyinib bo'lsa-mu, bu tarafga kelmaganligini ko'rib yolg'ondan yutaldi. Yavuzbek ayol kishining ovozini anglab darhol esini yig'di-da, taxlab sakraguncha chapini esilgan qarg'ayning tuyiga keldi. U Malika Kunchijakning yerga qarab turganini ko'rib, o'zining bayotin beri qilgan adabsizligidan yerga kirib ketgudek bo'ldi. Buni sezgan Malika uni tanqisliqda qoldirmaslik uchun eg'iz ochdi. Yavuzbek, meni kechiring. Men hozirda kelgan. Sizning bu yerda ishkanligingizni bilmabdiman. Yo'q, Malikam, men Yavuzbek uzundan beri ko'rishga tashna bo'lgan ko'ngildagi ma'shuqining o'zidan bir qancha qadam nerisida turganligini ko'rib, nafsi yuragiga tiqildi. İkeylen tunji qitim bir-birsiga qong'udek tikilib qarashdi. Oshiq ko'zlar umrida tunji qitim xumarlashib, hushsiz holatga o'tishga boshladi. Ular əmdilikdə közlərinin birsi-birsiga quyub qo'ygandek o'xshaydiganligini his qilishdi. Ularning eg'izda aytishga petin olmagan ko'nglining cho'nqir qitidagi dard alamlik muhabbat bayonlarini ko'zlari allaqachon oshkorlashga boshladi. Malikadan kelayotgan shundoq tatliq bir xil xushbiroq Yavuzbekni mast qilib uni o'ziga tortib atadi. Uning chapan ko'tarib olgan qo'li bilinmas titirdi. Yavuzbek bo'lolmay daraxtga yo'linib oldi. U yig'lab soldigandek edi. Satarning bosh tarini chekkanda chiqqan mung ovoz, o'zining ko'rinmas ovoz do'lqini, yenidagi yondashma tarining ichidagi faqat o'zining ovoziga munosib keladigan shu tarnila o'zlikdan titirtdi. Ham uningdan munosib ovoz chiqaradi. Boshqa yondashma tarilar bo'lsa qat'iy titirmaydi, ham ovoz chiqarmaydi. Ammo bu tarilarmi o'ziga mos ovoz do'lqiniga uchirganda, ondan o'zigidan titrab ovoz chiqaradi. Mana bu tarixlik çalgılarının ortaq xususiyeti. İnsandaki sırlıq narsaning biri bo'lgan ko'zmu buningdan mustasno emas edi. Odam muhabbatlashish jarayonida ba'zida shundoq bir ko'zlarga uchraydi. Mayli u qanchalik kelishgan, qanchalik jazbidor bo'lsin, kishida cho'nqur ta'sir qoldirolmaydi. Kishini ancha o'ylandira olmaydi. Odam ba'zida yana shundoq bir ko'zlarga uchraydiki, u mayli qora ko'z bo'lmasin yoki xuma ko'z bo'lmasin, kishini o'ziga ajoyib jalb qiladi. Odamni cheksiz xiyollarga boshlaydi. Hatto vaqti kelganda kishini yig'iltib, parvonadek o'tqa atqizadi. Malikumi shu topda kech-kechalab ko'rishni orzu qilgan qaynoq hissiyatga to'lgan yuragini mujib aram bermagan ko'nglidagi oshiqining o'ziga shuncha yaqin yerda turganligini ko'rib, hushidan ketgili oz qilyotdi. Umu bir qarag'ayga aran yo'linib oldi. U o'zining yo'linib turgan qarag'ay daraxining daraxt emas Yavuzbek bo'lishini, hozirning o'zida Yavuzbekning o'zining keynidan kelib, nihoyatimi chin quchoqlab turishini behmu orzu qiladi.
Ammo uning bu orzusi faqat o'ziga mangulik sir edi. Bu bir jup aşık məşuq heli hem quchaqqa patmaydigan qarğay daraxiga yo'linib, osmonga qarashqinicha hasratlik tiniqlari bilan unsiz paranglashyotatdi. Shu chaqda Malika Kunchichakning xonadonlikning malikasi bo'lish salohiyati ustin keldi va qat'iy niyatga kelib Yavuzbekka savol nazari bilan o'rilib qaradi. Yavuzbek Malikaning ko'zidan bir xil haqiqiy oshiqlikni ko'rdi. Ondan Malikaga xos hech nimadan qo'rqmaydigan qaramliqni, orqadan bir xil hukm xulosini ko'rdi. U Malikaning ko'zidan hammani tushunib yetdi. Uning amdi Malikaga bo'lgan oshiqligi tiximi kuchaydi. Lekin uning erkakligi yanala hammadan ustun kelib, ko'zlarida yosh lig'irladi. U nihoyatda past ovozda Malikaga aytdi: Qur'on tutuşqan dostumdan keşkinim, Allah'tan tanğınım. Allahsız tirikligimdin turğun taş bolğunim min əvzəl. Qızıq çoğunu tutuvilib, gülxan dəssəp yürügen biçara halimni atam körmüsün. Elvida Melikim. Bu ziminda yaşaş əmdi bana haram boldi. Siz üçün, dostum üçün, Allah'ım üçün, vətənimdən keçib, yirak-yiraklarga ketimen. G'arlarni makon qilib, zohidlik kamirimni bog'layman. Yavuzbek gapini tugitib Malikadan ko'zini uzganda, uning azob va hasratga to'lgan ko'zidan ikki tomchi yosh do'milab tushdi. Malikaning Yavuzbekka deydigan nurg'un gaplari bor edi, lekin Malika bu gaplarni aytolmadi. Uning ichidagi barliq azob hasrat yipsiz bir tiziq marjonga aylanib, uning ko'zlaridan mo'ldirlab to'kildi. Yavuzbek uning bu holini ko'rib chidayolmadi. U, "Ah, Xudo, yiningga meni ilib ketsang-chu", deb Allohga o'llik iltijo qilib, daraxtni chin quchoqladi. Qeri daraxtning qo'zoqlari uning kuchlik barmoqlari orasida qaraslab ezildi. Malikaning yeshi unchidek quyildi. Umu Yavuzbek quchoqlagan daraxtni bag'riga bosdi. Visal sharbatiga tashna qo'llar tigishay deb qoldi. Ammo qeri qarg'ayning haddidan ziyoda to'mg'uli bu ojiz qo'llarni bir-biriga yaqinlashtirmaydigandek edi. Yavuzbek chapinini do'lisiga silib, daraxt tuvidan ayrildi. U mazmut va cho'ng qadamlar bilan so'rin tarafga emas, mozor tarafdagi uyiga qarab mangan edi. Shunday qilib, bu qitimliq roman anglishimiz mushargacha bo'ldi. Xayr xo'sh.